Xo'p, va nihoyat qishloqqa qaytyapman. Adashmasam salkam 20 kundan beri qishloqda bo'lganim yo'q. Bu yana nimasi bo'ldi? Qishloqqa nima bo'ldi axir? Salom. Axir ketayotganimda hammasi joyida edi-ku, bu yana qanday rasvogarchilik? Bir qop g'isht, men senga salom dedim. Salomingni pishirib ye. Axir men qishloqda ataga 20 kun bo'lmadim. Sen nimalar qilib tashlading bu yerlarda? Hamma yer razvo, mana bu yerga hech narsa ekilmagan, hammasi razvo bo'lib yotibdi. Uyimni ham dabdalasi chiqib ketgan. Tushuntir hammasini. Qoning qaynamasin, o'zingni bosib ketgaydan keyin shu bo'ladi. Hammasini sen yig'ishtirarding-ku. Mana dabdala chiqib ketdi. Meni uyimga qara, meni ham uyim kam qiynalgani yo'q. Ha, men yo'qligimda buni hammasiga sen qarashing kerak edi. Bularni hammasini qaranglar do'stlar. Bu haqiqiy dahshat-ku. Bularni endi sen yig'ishtirasan. Men yig'ishtiraman. Men o'z qo'llarim bilan shu yerda yig'ishtirayman. Lekin buni hammasini sen aybing bo'lsa, qara hech bo'lmasa suvni asrab qoldi. Qishloqqa bo'ldi, asabni buzaverma. Mana shularda hammasini sen hozirning o'zida yig'ishtirishni boshlaysan. Yo'q. Nega men yig'ishtirishim kerak? Sen qochib ketmasliging kerak edi. Xullas, gapni putkanlasini eshit. Keyin battle o'tkazamiz. Yutqazgan o'sha yig'ishtiradi. Anchadan beri battle bo'lmaganda. Yaxshi, sen rostdan ham yaxshi g'oya berding. Mayli, battle o'tkazamiz, yutqazgan hammasini yig'ishtiradi. Va bu binolar jangi 2.0 bo'ladi. Menda hali shunday yovuz g'oyalar yig'ilib qolgan. Sen tamomsan, patsanjon. Ha, xohlaganingni aytishim mumkin, lekin g'alaba meniki bo'ladi. Men bularni hammasini yig'ishtirishni aniq xohlamayman. Shuning uchun mag'lubiyatingga tayyorlanishim mumkin. Sen meni tushunmading, cho'g'im. Men yomon qattiq tayyorgarlik ko'rganman. Yo'yib beraman. Mana bu lupamni ko'ryapsanmi? Yo'yadi. Ya'ni binokl. Xo'sh, shunchaki bino quramizmi? Yo'q. Binolar jangi 2.0 ku bu. Biz shunchaki bino qurmaymiz. Biz g'alatiroq bino quramiz. Ba'mi yutqazsang, tez bo'lsang-chi, men shunchaki orqangdan qaytaraman. Men yutqazamanmi, lekin menga bunday tuyulmayapti. Shunga hissiyotlaring o'lganda seni. Burningga qo'ygan pashani ham sezmaysan. Koronavirus bo'lgandan keyin shuni. Ha, juda ham kulgili. Sen undan ko'ra qarang, bizning binoyimiz shakli qanday bo'ladi. Vau, bunda noqulay shaklni o'ylab topish qiyin bo'lardi. Faqat nolishni bilasan. Men buni qandaysiga tez qurishni ham albatta bilaman-da. Qanday ekan? Boshlanishga boltani mana bu komanda bilan o'zgartiramiz. Birinchi joyni belgilaymiz. Endi bo'lsa ikkinchisini tayyor. Endi 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi va 7-chi, 8-chi. Mo'jizani ko'rishga tayyormisan? Yo'q. 4ta komandani yoza olaman degani bugun yutasan degani emas. Ota-bobolarimizdan qolgan usulga yetmasan, hammasini qo'lda qilish kerak, tushunmaysan-da. Qo'lda? Bunaqada sen bularni million yil qilasan. G'olib bo'lishni unutsang ham bo'ladi. Bir qop g'isht, podadan oldin chay chiqarma. Albatta maqtanish niyatim yo'q, lekin men deyarli tugatdim. Albatta maqtanish niyating bor. Unda nega menga gapiryapsan? Sen albatta siqilma qishloqqa, lekin men buni qurib tugatdim. Endi ichini to'ldirsam kifoya. Sen hali devorlarni qurib bitgunicha men allaqachon hammasini bitiraman. Chaydan oldin poda chiqarma, tushundingmi? Yo'yib beraman. Yo'qmi yoki? Agar juda ham xohlasang yordam berishim mumkin. Sendan yordam olguncha Xerabrin bilan urushganim afzal. O'zing bilasan, men binoyimni shunday qurayki, qishloqqa hattoki kira olmasin ham va menda buning uchun ajoyib g'oya bor. Kira olmayman, men yo'yib bermay patsan. Yana bilasanmi nima? Menimcha mening binoyim haddan tashqari past. Mening tuzoqlarim uchun umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni 2 baravar uzun qilaman. Nima qilasan? Tentak, men endi qurib bo'lyapman. Qanaqa 2 baravar uzun? Meni o'ldirmoqchimisan? Xohlasang hozirni o'zida yo'q mag'lubiyatda tan olishing mumkin. Bekorlarni 53 tasini yebsan. Unda qur. Nima, menda Minecraft qotib qoldimi? Yo'q, o'xshamayapti, lekin qayerga ketdi men qurmoqchi bo'lgan narsa? Nimalar qilyapsan-e? Mana endi hammasi o'xshashi kerak. Bir necha blokka adashdim, to'g'rilaymiz. Bu safargi hisob-kitoblar xato bo'lishi mumkin emas. Va nihoyat bo'ldi. Mening binoyim bir necha soniyada bo'lmasa ham 2 baravar uzaydi. Agar juda qattiq xohlasang, senga ham xuddi shunday yordam berishim mumkin. Hayotga bo'lgan qiziqishimni o'ldiryapsan. Mayli, bilganingni qil, tushundingmi? U holda birinchi navbatda mana bunday qilamiz. Yo'q, binogidam. So'ngra mana bunday va mana bunday tayyor. Xo'sh, endi hammasini zumradga aylantirish qoldi xolos. O'zi qo'lingdan keladimi? Zumrad ko'p yasab qo'ysang o'ldiraman lekin. Bunisidan xavotir olmasliging mumkin. Tayyor. Yaxshi, qo'l. Borib o'zingni narsalaringni qurishga ruxsat beraman. Bu seni rahmatingmidi? Temir eshiklarni o'rnatamiz. Mana bu yerga chaqmoq qaytargach, aynan shu orqali eshik ochiladi. Qanday deysizmi? Hozir bilib bo'lasiz. Lekin faqat bu o'xshaydimi, yo'qmi? O'zimni ham ish ochib komil emas. Shuning uchun tekshirib ko'ramiz. Va hammasi ishlayapti. Chaqmoq redstone energiyaga aylanib porshini ishlatdi. Endi shunchaki redstone to eshikgacha tortib boramiz. Mana bunday. Hammasi g'alati ko'rinmasligi va ikkinchi eshik ochilishi uchun bu tarafdan ham xuddi shunday qilamiz. Umuman olganda hamma yerda to'ldirsak bo'ladi. Shunda umuman g'alati ko'rinmaydi. Faqat eshik qancha vaqtga ochilishini bilish qoldi. Agar juda ham kam bo'lsa
bo'lsa nimadir qilishga to'g'ri keladi. Bu ham muammo. Nima hozirning o'zida meni muammoim o'z-o'zidan hal bo'ldi. Uch ayirli nayzani mana shu yerga berkitib qo'ysak bo'ladi. Ko'rinmas ramka ichiga va mana bunday qilib qo'ysak, ajoyib. Kirish bilan tugatdik. Endi ikkinchi qavatga o'tsak bo'ladi. Buning uchun mana bunday norvonlar o'rnatamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilish uchun bu yerda esa parkur. Shuki qishloqqa parkurda juda ham yomon ko'radi, lekin bu oddiy parkurni unuting. Sababi mana bu o'simlik orqali ancha zo'rog'ini qilish mumkin. Faqat hamma yerda ko'kalam zo'rlashtirish kerak. Kim bilmasa bu o'simlikning ajoyib bir qobiliyati bor. Uni hozir sizlarga ko'rsataman. Faqat undan oldin parkurni sal qurib olsak. Bu o'simlikning qobiliyati mana bunda. Kechirasizlar, mana bunda. Ya'ni uni ustida 3-4 soniyadan ko'p turish mumkin emas. Bu bizning parkurimizni haqiqiy hardkorga aylantiradi. Qishloqqa bundan o'tolmasligiga deyarli ishonchim komil. Har ehtimolga qarshi bir 3-chi qavatda quramiz. Bu yerda esa bo'ladi, nima bo'ladi o'zi? Bu qavatda ham parkur bo'ladi. Qishloqqa parkurni yomon ko'rar ekan, buning uchun 2 karra azob bo'ladi. Endi esa maxsus mexanizm qurish vaqti yetib keldi. Axir shunchaki parkur bo'lmaydi-ku. Shuning uchun temir binoning bir qismini laboratoriyaga aylantiramiz. Bu yerda qishloqqa hattoki ko'rmaydi ham. Ajoyib komanda bloklar o'rnatildi. Endi ularga mana bu sirli komandani yozamiz. Faqat har keyingisiga mana bu ikkita sonni birga oshirib ketishimiz kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Tayyor, barini sozladim. Agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsam, hech qanday muammo bo'lishi emas. Lavani ko'tarilishini qaranglar qanday tez. Hattoki haddan tashqari tez. Yana 20 daqiqalik azoblar va endi bularning hammasi hattoki avtomatik ravishda tozalanadi ham. O'zimni shunaqa vaqtlarda redstone dahosida his qilaman. Agar qishloqqa parkurda boshlagan zahoti orqasidan lava quvlashni boshlasa, menimcha qishloqda hech qanday imkoniyat bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz hozir timer quramiz. Redstone blokni o'rnatamiz. Hammasi soatdek ishlayapti. Menimcha bu soat uchun odatiy hol. Unchalik ham dahshatli ko'rinmasligi uchun ustini bloklar bilan o'rab qo'yamiz. Timer bilan men qurgan mexanizmni bir-biriga bog'lash uchun esa mana bunday komanda blok ishlatamiz. Ichidagi komandasi bilan o'zimga 32 blok vaqt berib tepagacha ko'tarilishga harakat qilaman. Qani vaqt ketdi. Xo'sh, ulguraman degan umiddaman. Muhimi bunaqa joyda yiqilib ketmaslik. Lava hozircha ko'rmayapti. Demak, menda imkon hali bor. Xo'sh, ulguramanmi yoki yo'q? Qani ulgurdim. Vaqt hattoki haddan tashqari ko'p edi. Qishloqqa bu qavatga ko'tarilganda men unga savol beraman. 1 dan 30 gacha son tanla. Umid qilamanki birini tanlaydi. Yosh boshimga shuncha muammo. Qishloqni o'zi ko'rmasdan sekin tuzatib qo'yish kerak. Umid qilamanki muhim hech narsa sinmadi. Menda omadsiz g'oyadan ham zo'r g'oya paydo bo'ldi. Buning uchun mana bu narsalarni sehrlaymiz va hammasini mana bu zombiga beramiz. Ushlasang-chi. Yaramas, qo'li singan. Mana topildi-ku. Hammasini kiyib ol. 4-qavatda qishloqqa hech narsasiz qoldi. Mana shu terminatorni o'ldirish kerak bo'ladi. Qiziq, bir zarbada nechta jon olar ekan? Tushunarli, qochish kerak. Bugun hech qachon kelmaydi deb o'ylay boshlagandim. Bu maxluqni qamash uchun mana bunday zanjirlarni ishlatamiz. Buni orasidan o'tish mumkin-ku deb o'ylashingiz mumkin, lekin yo'q. Buni orasidan o'yinchi o'ta oladi, lekin zombining qo'lidan kelmaydi. Men Excalibur topib oldim. Menimcha zombiga ham ko'proq shu mos keladi. Qilich og'ir emasmi? Mana final qavatga ham yetib keldik. Men qishloqi uchun shunday raqib topib qo'ydim. Nima deb o'ylaysiz? Temirdan bo'lgan minora uchun eng yaxshi boss qaysi bo'ladi? To'ppa-to'g'ri, temir golem. Faqat 3 karra kuchliroq va haybatliroq, dahshatliroq, qo'rqinchliroq, kuchliroq. Boss juda ham qo'rqinchli. Shuning uchun yo'lga mana bunday sirli oltin olmalar berkitib ketaman. Topa olsa uniki. Xo'sh, men o'z binoyimni qurib bo'ldim. Izohlarga o'tib, kimning binosi zo'roq ekanligini yozib ketish esingizdan chiqmasin. Faqat video oxirida. Hozir axir qishloqnikini ko'rmadik. Yana kanalga ham obuna bo'ling, iltimos. Milliongacha juda ham oz qoldi. Shu million obunachi sharafiga hattoki kanalda birinchi streamni o'tkazyapman. Barchangizni shu video chiqqan sanada, ya'ni 10-sentyabr soat 2:00 da bo'ladigan streamda kutib qolaman. Xo'sh. O'zimning fiza minoramni qurib bo'ldim degan. Ko'zingdagi binokilli deb hech narsani ko'ra olmayapsan, chog'im. Mening binoyim juda ham tekis kerak bo'lsa. O'ylayapman, undan ko'ra mag'lubiyatga tayyorlan. Kim mag'lub bo'lishini hali ko'ramiz. Bu narsalar. To'xta, bor ana bu yoqda turib aylanib kel havo olmashdan. Bir narsa xato ketibdi. 1 hour later. Bo'ldi, endi rasman boshlashing mumkin. Tushunishimcha men mana bu dastaklarni bosishim kerak, lekin bu vaqtda tagimdagi pol qulaydi. Sendan boshqa hamma tushungan, tez boshla. Hozir mana bu dastakni bosamiz, yana mana bunisini ham muhimi tushib ketmaslik ajoyib. Nima? Cho'ntagingda 4 yaproqli bedana bormi? Nega bu cho'mani keladi? Nimalar deyapsan? Menda 5 yaproqlisi bor.
xursand bo'laverma. Oldinda seni bundan dahshatlari kutyapti. Hech qisi yo'q, g'alaba baribir meniki bo'ladi, hammasini uddalayman. Meni ko'proq qiziqtirayotgan narsa yana nechta dastakni bosishim kerak ekanligi. Millionta dastakni tushundingmi? Ana u blokga paydo bo'lgani yo'q, qarama unga. Hozir oxirgi bloklarni ham top tashlayman, la'nati. Ko'zingni eshitib, bilmaysanmi qaysilarni bosganingni ham. Ko'zlarim yetarlicha. Mana shu yerdan bossa bo'ladi-ku oxir dastaklarni. Hammasini pastga qaratib chiqish kerak. Tayyor bo'ldi. Menimcha bu yerda hech narsa yo'q. Demak, mana bu tarafni bosib ko'ramiz. O, ajoyib. Ana endi bu blokka sakrasam agar sakray olamanmi? Ajoyib. Menimcha men tugatdim. Birinchi qavatini tugatdim. Menimcha qiyinroq qilishim kerak edi. Lekin sen xursand bo'laverma. Bu shunchaki kirish xolos. Bir bor bo'lsa ham tushib ketib, ana ularga yem bo'lishing kerak edi. Bechoralar och qoldi. Yo'q. Menimcha busiz ham hammasi yaxshi bo'ldi. Xo'sh, bu xonada nima qilish kerak? Anvillar, juda ham ko'p anvillar va boshqa hech narsa. Agar mana bu burchakdagi gulni hisobga olmasa. Xo'sh, endi aql qobiliyatlaringni menga ko'rsatdi, mana shu xonadan chiqib ket. Aylantirish kerakmi buni? Aylantirish kerakmi? Seni IQ darajangni hisobga olib osonroq narsa qurishim kerak edi. Vohima qilmasang-ki, hozir hal qilamiz. Ha, bo'ldi, tushunarli. Men tushundim. Shunchaki mana bu gulchani nomlash kerak. Shunda mana bu anvillar sekin-astalik bilan bo'lsa-da sinib boradi. Hop. Daraja tugadi. Daraja? Bunga hali daraja ham kerakmidi? Mayli, ushla. Sin yermas. Ha, bu cheksiz bo'ladiganga o'xshaydi. Va nihoyat shu chanvildan atagi bittasini sindira oldim. Hammasi sindirishing shart emas, aqling yetgan bo'lsa. Nega qotib qolding? Sindir anvilni. Shoshilmasang-chi, juda ham muhim ish bilan shug'ullanyapman. Va nihoyat bunisi ham sindi. O'zi ko'proq mana shunaqa sen qiynaladigan qavatlar qurish kerak. Mazza qilib tomosha qilaman-da o'zi. Menimcha sen psixologga ko'rinishing kerak. Hammaylar nima bo'lganda ham umid qilamanki, endi men bemalol ko'tarila olaman keyingi qavatga. Birozdan ham juda ko'p vaqt oldi. Buni ham sindiraymi shunda? Rahim shafqatli bo'lish kerak. Mayli, singanidan qo'yaman. Sina qolgin va nihoyat ajoyib sindi va mana ovni ushlasen. Bu gul bilan sen shuncha narsani boshdan kechirding. Bu oxirida shunchaki otib yuboryapsanmi? Oramizda kasal faqat sensan, shuni bilib qo'y. Undan ko'ra sen bu qavatdan o'tishda iloji bor qilib qo'y. Hech qanaqasiga chiqib bo'lmayapti. Endi kamchiliklar bo'ladi, hech narsani tekshirmaganimdan keyin. Bu qavatda nima qilish kerak? Bu yerda axir hech narsa yo'q-ku, hech vaqo, hech qanday tiriklik, o'liklik, lekin mana bu narsa bor ekan. G'oya tugadi, tugmani bos. Tushunmadim. Hozir nima bo'ldi? Bos desa bosaverasanmi? Tentak, bu tuzoq edi. Yaxshi, ikkinchi marta o'tish kerak bo'lsa, ikkinchi marta o'tamiz-da. Mana bunday. Va nihoyat qaytib ko'tarildi. Bunda nima qilish kerak bu xonada? Aqlingni ishlat. Meni aqlim shunchaki tepaga ko'taril, deyapti. Demak, senda men yerda doshqovoq emas. Men esa shunaqa deb o'ylardim. Hammanglar xush kelibsan mening yangi xonamga. Ko'rinishidan dahshatli. Bossam nimadir bo'lsa kerak. Hammanglar baribir bosib ko'rishga to'g'ri keladi. Meni teleport qildimi? Yaxshi. Agar boshqasini bossam nima bo'ladi? Yana teleport. Nima qilish kerak bu xonada? Eshit qo'zivoy, bu xonadagi tugmalarning faqat bittasi seni ozodlikka chiqaradi. Unchalik ozodlikka ham chiqarmaydi-yu, hammanglar xullas tushunding. Mening vazifam kerakli tugmani topish. Faqat buning iloji bormi? Men keyingi tugmalarga bora olmayapman ham. Yaxshi, mana sakrash effekti bilan endi qo'lingdan kelar, to'g'rimi? Bilmadim, men bu yerda o'zi qancha vaqtdan beriman ko'nglim aynib ketyapti bu tugmalarni bosishdan. Sakrash effekti bilan rostdan menda imkoniyat paydo bo'lishi mumkin. Hammanglar har bitta bora oladigan tugmamni birma-bir bosib chiqaman. Qanchalik bularda hammasi ko'ngildan aytmasa, bir qopg'a shunday effektlar bersam ham o'tolmading. Hammanglar bir nechtasini olib tashlayman. Shunday qilsak juda ham zo'r bo'lardi. Faqat iltimos kerakli tugmani olib tashlama adashib. To'g'ri. O'zi qaysi biri edi? Umid qilamanki olib tashlamadim. Bilmadim. Men hozir qayd qilib yuboraman. Qachongacha? Va nihoyat, men seni bu la'natlangan qavatingdan o'tdim. Yig'lab bo'kirvorma, unaqa qiynalganing yo'q-ku. Hozir o'ladigan odamga gapirasan. Hammanglar, xo'sh, endi nima qilishim kerak? Asosiy boss bilan jang qilasan. Xo'sh, qani u? Mana qarshingda. Nima, o'zingni g'olib bo'la oladi deb o'ylaysanmi? Hozir senga ko'rsatib qo'yaman hammasini. Patsan joy, yo'yib beraman men. Sendan farqli ravishda men bu olamning ichidaman, o'zimni ancha erkin his qilaman. Ishonaver, hattoki shu ham seni qutqarib qora olmaydi. Sen aniq mag'lubiyatga mahkumsan. Jang. Nima bo'ldi? Yarim kilo aliment yo'yib berdim-ku. Men sendan revansh talab qilaman. Mag'lubiyatga tayyorlaning-ki. Yaxshi. Keluvchi marta faqat bu safar tatimlarsiz. Yo'yib beraman.
Ay, meni qilichim qani, meni qilichim. Qilichim ramkaga kirib qoldi. O'g'il, ay. Nega bu xuddi meni muammoimdek gapirasan? Yo'yib tashlayman hozir. Pachon, yaramas. Mana bo'ldi oldim, yo'yaman endi. Qoch, voy, jonim kam qolibdi. Hozir seni dabdalayni chiqaraman. Qani bo'l o'lsaychi, joning cheksizmi? Nima va nihoyat? Gap yo'q. O'ldirding, mayli dastakni ushla. Va nihoyat vaqti yetib keldi. Mana tomdamiz. Va nihoyat seni binoyini butunlay o'tdim. Bir nima deyish qiyin. Do'stlar, izohlarga o'tib o'z fikringizni yozib qoldiring. Oxir oqibat kim g'alaba qozondi ekan? Faqat bundan oldin sen meni binoyimda ozgina azobingni tort. 5 daqiqaga bormaysan, Patajon. Qani kiray bu yerga? Seni vazifang aynan shuni topish. Faqat bundan oldin mana bunday qilamiz, yaxshi. Vo, bu charli nayza sehrlangan. To'xta, men uni qanday o'lganini ko'rmadim-ku. Bir qop toshmisan? Mayli, qara, mana bunday turuvdi, men mana bunday qilib oldim. Yaxshi, endi qilayotgan ishingni davom ettir. Qayergadir qasarlatish kerak. Mana topdim. Cha. Xo'sh, eshik qancha vaqtga ochiladi endi? Borib ko'r, bilasan. Voy, chaqmoq urdi. Xo'sh, qani ko'raylikchi, bu yerlarda nima bor ekan? Bucha qo'rqinchli seni poling, ko'z oqib tushyapti-yu. Sen tantanali ravishda kira olding, endi yo'lingni davom ettir. Nayza mengami? Nayzani olib qolay, olib qoldim lekin. Unchalik ham olib qolishing to'g'ri emas-ku. Mayli, olib ketaver. Ko'tarilamiz. Vo, ko'kalam zo'rlashtirishku, men bu yerdan baqirishni bilaman, yo'yib beraman. Fu, bu charasi o'qirgansan. Seni parkurlarni yomon ko'rishingdan xabarim bor. Bularni hali majnaga ustma-ust qo'ysa bo'larmidi? Men qiynalib yuribman, hammayli yo'yib berish 2000. Vop. Fu, parkur, fu. Yomon ko'radi degani bilmaydi degani emas. Yo'yib tashlayman. Voy, sassiq. Senda bir ko'y kelib, hammasi o'xshashiga chin dildan ishonaman. Qani ozgina qolganda. Nimasiga qiynalyapsan o'zi tushunmayman. Bemalol chiqib ketsa bo'ladi-ku. Gapirishga oson, 1 metrlik oyoqlar bilan. Sen meni oyoqlarimni ko'rganmisan? Usi-pusi bo'lib yotibdi. Meni ikkinchi ismim Messi, bami yo'yib beraman. Yana qancha vaqt ezmalanish mumkin? Qara, bu axir shu qadar osonki, mana bu yerda hattoki checkpoint ham o'rnatganman. Osonligidan checkpoint? Seni mazang yo'q. Bo'ldi, men tushunib yetdim. Endi aniq yo'yib bersam kerak. Vopana, chopana, votana. Imametdan chiqsam bo'lakan-ku, o'zimni qiynab yuribman. La'nati, nega bunchalar uzoq qilganman o'zi? Men seni miyangni boshqaraman-ku, bilmaysanmi? Xo'sh, bu nima, Tutanxamonning maqbarasimi? Bu savolingga javob berishimdan oldin tanlab 1 dan 30 gacha sonlar orasida. Ori, suvari 5. 5 degan, ha, sen unchalik ham omadli emassan. Nega hozir 5 ta zombi paydo qilasan, yo'yib beramanmi? Unchalik ham emas. Bu degani senda 5 blok vaqt bor yoki qanday o'lchanishini bilmayman. Shuncha vaqt ichida sen yuqoriga ko'tarilishing kerak. Umuman farqi yo'q, yo'yaman. Xo'sh, agar shunday bo'lsa, startda tur. Men hozir boshla desam, yugurishni boshlaysan. 1, 2, 3, yugur. Shoshiltirmay, yarim qop alibastar tushib ketsam o'ylaman-ku. Bilasanmi nima? Menimcha buni 5 blokda uddalashning iloji yo'q. Mayli, shuning uchun senga yana 5 blok qo'shib beray. 5 blokda ham yo'yardim-ku, hammayli qani ketdi. Lava. Muhimi shoshilmay. Yo'q, shoshilishim kerak ekan, hozir cho'kkanman. Oxirgi lahzalarda ulgurding, lava shunchaki orqangdan quvladi. Yo'yaman dedim-ku. Bu yerda norma davom etar ekan, tashlab ketaveray bu maxluqchonni. Tashlab ketishi mumkin, faqat asosiy boss bilan jang qilishda sening aslahalar bo'lmaydi. Oyoqmi, tuyoqmi, ber buni o'ldiray. Yo'q, sen uni qo'lda mag'lub qilishing kerak. 3 ayirli nayzani ham unut. Bilardim, yo'q o'zlik edi. Mayli, yo'yib beraveramiz, bizga farqi yo'q. Muhimi bu yerda reja, shunchaki oldimga kelmasa yo'yib beraveraman. To'ppa to'g'ri, lekin bir marta bo'lsa ham adashsang tamomsan. Men adashsam, hech narsa emas, bu yo'yib beraman, u bitta bo'lib qoldi-da. Shunaqasi yo'qsa qilsam yo'yilib ketadi. Sen buni uddalading. Endi aynan mana shu astaxlar orqali asosiy maxluqni yo'q qilasan. Agar qo'lingdan kelsa. Bunisidan xavotir olma. Menimcha bu qilishni ko'zga tiqish shunchalik ham yaxshi g'oya emas. Aytma, bunda rasvoro g'oyani o'ylab topish qiyin. Xo'sh, maymunjon, men seni yo'yishga ketyapman. Faqat maslahatim atrof muhitga e'tiborliroq bo'l, yo'qsa yutolmay qolishing mumkin. O'lsa shularni bitta chiroyli sandiqqa solib taqlab qo'ysang, nima qilardi? Men senga alpinistman bularni to'plab yursam. Yoki balki to'q echkisidirman. Menga kel. Yo'q. Mayli, bunisini olaman. Yo'q.
Eshitishimcha buqalarni zo'ri sevishsan, qani ko'rsanchi zo'rligingni yo'yapman-ku, hech narsa qilolmayapti. Hech narsa qila olmayapti, buni sen hali ko'rishga ulgurasan. Jonini 4dan biri minusda, nima ham qila olardi bu? Bilmadim, masalan, binodan uloqtirishi hozir dabdalayni chiqaradi. Voy, rostdan ham ehtiyot bo'lish sog'liq uchun foydali. Lekin bu qilishda super kuchini ishlatsam, menga teng raqib qolmaydi. Yo'yaman nafin. Osmonlarni quchaman. Tirik qoldim, tatim ishladi. Men barini tushunib yetdim, endi u menga qarshi aniq hech narsa qila olmaydi. Yo'yaman nafin. Nima qilmoqchisan qo'ling bilan? Voy! Raund 2 degan seni qishlar to'qomadi, uch qop, oxirgi zarba. Yo'ydim-ku, 47 ertaga 47. Va nihoyat binoyim qo'riqchisini sen mag'lub qila olding. Buning uchun senga alohida qarsaylar. Bu men o'ylagandan baland bo'ldi. Do'stlar, endi izohlarga o'tib, kim yutganligini yozib qoldirishning ayni vaqti. Oxir oqibat qishloqni kim tozalaydi axir? Albatta sen meniga 100 marta yaxshi edi. Men g'olibman. Men 2 karra, 3 karra, 100 karra g'olibman. Masalan, men unday deb hisoblamayman. Artin aytishicha bu kanaldagi 100-video ekan. Agar 100-videoda million bo'lsa agar bu afsona hisoblanar ekan. Shuning uchun obuna bo'linglar ekan. Rostdan ham iltimos obuna bo'ling. Millionga juda ham oz qolgan.